Ustozlar, muhtaram prezident, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Ahtam Yakubov, yuridik fanlari doktori, Nodavlat ta'lim muassasalari ekotizimi rahbariman. Bugun mana raqamlar aytayapti. Biz ma'ruzangizda diqqat bilan to'lqinlanib eshitdim. Har bir narsasini o'zimga zamirgalarimni yozib oldim. Qilib yurgan ishlarimni, qilishim kerak bo'lgan ishlarimni o'zim uchun belgilab oldim. Haqiqatan bugun ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar ko'p. Birinchi biz uchun, mana nodavlatchilar uchun bo'lgan eng katta bir yutuq bu litsenziya olish jarayonini to'liq raqamlashtirilishi bo'ldi. Bunda soha shaffoflashdi, oydinlashdi, biz uchun ovogarchilik deyarli yo'qoldi. Mana shundan bir biz ham foydalanib O'zbekistondagi birinchi yuridik maktabga asos soldik. Bugun maktabimizda ta'lim jarayoni davlat ta'lim standartlari asosida tashkil qilinyapti. Huquq fanlari bilan birgalikda muhtaram prezident o'zbek tili va adabiyoti, milliy qadriyatlarimiz va tarbiya fanlariga alohida urg'u berganmiz. Bu jarayonda maqsadimiz tahliliy va tanqidiy fikrlaydigan, har bir masalada kreativ yondashadigan, eng muhimi, o'zingiz ham ma'ruzangizda aytdingiz, o'zini shaxsiy fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan yoshlarni barkamol avlodni tarbiyalashdir. Bu yo'lda biz bor bilimimizni, kuchimizni safarbar qilamiz. Bugun mana 7-yo'nalish sifatida aytib o'tdingiz, odob, axloq va tarbiya masalasida zamonaviy yondashuvlar. Bugun jamiyat o'zidan bir avlod katta bo'lgan yoshlarga qaraydi. Muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, ortidan yugurishga harakat qiladi. Bizni sinfxonada gapirgan gapimiz bilan hayotda qiladigan ishimiz mos bo'lmasa, orqamizdan yurmaydi. To'g'ri. O'tgan yili noyabr oyida videoselektorda bir topshiriq bergan edingiz. Nima uchun biz maktablarda, universitetlarda kechqurun bir gulxan yoqib, atrofimizda bir yoshlarni kutubxonlikka chorlamaymiz, mushoira qilmaymiz deb turib. Shu narsani men har doim qilib kelaman. Ijozat bersangiz, bir qisqa bir taklifim bor edi. Marhamat. Mana litsenziya olish jarayonida bugun hujjatlar jildida, yig'ma jildida biz pedagoglar bilan mehnat shartnomasi tuzishimiz kerak-da. Lekin litsenziya olmagan tashkilot bilan pedagog bo'lib ham xorijiy pedagog shartnoma tuzmaydi. Mana shu jarayonni shu litsenziya olgandan keyingi bosqichga o'tkazsak, bundan keyingi shu maktab ochmoqchi bo'lgan talabgorlarga ancha bir yengillik bo'lardi. Rahmat e'tiboringiz. Juda to'g'ri. Vazir yozib olgan, mana Adham bilan hozir ko'rishib, tezlashtirgan buni. Tezlashtirib menga taklif bergan. Ishlaringda muvaffaqiyat. Mana jon kuyirib, axloq, odob bo'yicha gapirgan gaplaring mushoiralar o'tkazishing. Kuchli matematik bo'lishi mumkin. Tilni bilishi mumkin. Lekin menga vatanparvar bo'lib, millatimizni, ko'p millatli xalqini dardi bilan yashayotgan komil insonlar kerak.